Sizlar bilan Isa ICT. Bugungi videomiz ham Bitcoinda tahlil plus darslik bo'ladi do'stlar. Yaxshilab joylashib olinglar. Biz bo'lmasam boshladik. Agar sizlar kanalga yangi bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yinglar. Bu men uchun приятно. Qo'llab-quvvatlasanglar, men sizlar uchun darslik, har kunlik market tahlillarini albatta sizlar uchun kanalga joylab boraman do'stlar. Qani ketdik. Tak, qaranglar, bizda hozir Bitcoin 4 soatlik time frame'da imbalansni ichida turibdi. Bizda imbalans ichiga bu yerda bu likvidnessni yechgan holda H4 svechamiz juda ham pastida uzun soyasi bilan yopilmoqda. Bu degani narx katta ehtimol bilan dalcha tepaga harakat qilish kerak. Bizda ideya bo'yicha bu maksimum yechilishi kerak do'stlar, chunki biz ko'ryapmiz, mana bu yerda break of struktur bor. Break of struktur, ya'ni tak, strukturani yaxshilab sindirib bergan tanasi bilan bizda XFBga ga narx yetib kelib, mana bu likvidnessni yechgan holda dalcha tepaga harakat qilmoqda. Hozir 1 soatlik time frame'ga o'tamiz. 1 soatlikda nimalar bo'lyapti? 1 soatlikda bizda tasdiq bor. Bu maksimumni yangilagan. 1 soatlikda tasdiq bor. Biz qaysi holda dalcha tepaga harakat qilishimiz mumkin? Hozir M15 ga o'tamiz. M15 ga o'tsak, bizda bu yerda inversiya bor. Plus M15 da yana FVG'miz bor do'stlar. Kuchli zonamiz bor. Biz mana shu zonadan tasdiq olgan holda dalcha tepaga ishlab olsak bo'ladi. Где-то соотношение risk-прибыль 1 ga 3, 1 ga 2,5, liba mana bu likvidnessgacha ishlab olsak bo'ladi. Endi maksimumgacha ushlab turish ham nafsda unchalik yeb qo'ymaymiz. Где-то 1 ga 2,5, 1 ga 3 ishlab olsak normalniy bo'ladi deb o'ylayman, chunki bu bozorda har xil holat bo'lishi mumkin. Bizda bu likvidnessni yechgan holda dalcha pastga ham qaytishi mumkin, narx aytib bo'lmaydi. O'shaning uchun iloji boricha 1 ga 2, 1 ga 2,5, liba 1 ga 3 ishlab olsak bo'ladi. Hozir narx где-то bu hamda buni yechish bilan, liba buni yechish bilan dalcha pastga harakat qilish kerak ideya bo'yicha. Dalcha biz shu zonadan kirsak bo'ladi. Liba ertaga London sessiyasida, liba Aziya sessiyasida kirishimiz mumkin. Tak, darslik yana nima haqida bo'lishi kerak? Qaranglar, bizda e'tibor beringlar, narx imbalansni ichiga yetib kelgandan keyin bitta likvidness formirovat qilib beradi. U formirovat qilgandan keyin uni yechishi bilan dalcha tepaga harakat qilmoqda. Nimaga aynan mana bu yerda yetib kelib tepaga harakat qilmadi? Mana bu likvidnessni joylab berib, buni yechishi bilan harakat qilyapti do'stlar. Bu juda ko'p holatda shunaqa. Firewall gapga narx yetib kelgandan keyin shunday harakat qiladi. Bu yerda ham bu likvid bungacha kelmagan, lekin mana bilan yechishi bilan narx dalcha tasdiq olgan holda tepaga harakat qilgan. Esinglarda bo'lsa, bilayotganlar bo'lsa, mana bu yerda biz bitimga ideya beruvdim, где-то 83.876 dan narx ketadi deb. Aynan tekkan joydan narx yurib berdi. Biz inversiyadan kiruvdik, lekin men emotsiyaga berilib где-то shu yerlarda chiqib ketganman, lekin narx aslida qayergacha yurib berdi bizda? Maksimumgacha yurib berdi. Do'stlar, bu где-то RR10 mi, RR15 mi bilmayman. Tak, mayli. Asosiysi minusda bo'lmadim. Tak. Bizda yana darslik qaranglar. Mana bu masala FVG bo'lsa, do'stlar, mana bu FVG bo'lsa, 3 ta shamni oralig'i, ya'ni FVG. Mana shu oraliq bizda FVG hisoblanadi. Tak, fair value gap, ya'ni FVG. Narx endi shuni buy versiyasini sizlarga misol keltirib ko'rsataman. Buy versiyasini bizda mana bu buqa FVG'si.
Ну, ish FBG. Bizda narx aynan shu FBGga yetib borgan paytda aynan bir likvidность format qilib bergandan keyin minimum maksimum yetish bilan undan keyin harakat qiladi. Bayga ishlaydigan bo'lsak ham aynan shunday. Bayga ham shunday. Bizda mana nima qildi? O'sha gapga, firewall gapga narx yetib keldi. Likvidность format qilib berdi, uni yechdi. Bizda tasdiq bor, zona bor, где-то shu zonadan biz nima qilsak bo'ladi? 1 ga 2, 1 ga 2,5 ishlab olsak bo'ladi. Tak do'stlar, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlar bilan xursandman. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Hozir Telegram kanalimda men har kunlik bepul g'oyalarni, bepul darsliklarni kanalimga ham joylab boraman. Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, o'zingizlarga foydali bo'ladi. Hech qanaqa pulli emas, hamma narsa bepul joylanadi albatta. Hech qanaqa VIP kanal va bunday hokazo bu narsalar bizda yo'q. Hammasi bepulga. Tak, qaranglar. Hozir tak albatta men kanalim silkasini YouTube'ga joylay olmayapman. Buni sababi ham men Rossiyada bo'lganim uchun sanksiyalar orqali sababli hozir bu narsalar silka joylash, kanalga Telegram kanalim silkasini joylay olmadim. Tushunasizlar degan umiddaman. O'shaning uchun Telegram nomi Isa ICT. Shunda Telegramga kirib qidirsanglar ham chiqib keladi. Tak, ideya bilan bo'lishaman. Hozir tak. Dalshi davom etamiz do'stlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa men xursandman. Sizlar bilan Isa ICT. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Foydali g'oyalarni, har kunlik market tahlillarini qo'ldan bermaslik uchun o'zingizlarga foydali bo'ladi. Tak. Bo'lmasam yangi videolarda ko'rishgunimizcha do'stlar, charchamanglar. Albatta obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Hammaga omad. Где-то вот типа вот так tasdiq olgan holda biz ishlab olsak bo'ladi. Копировать изображение. Charchamanglar do'stlar. Hammaga omad.